Keyin kabinkalarimiz ham bor. To'g'ri, biz yangi vatamiz, hozir ishlatilgan variantlar. Bular endi ishlatilgan bo'lsa ham примерно 6 million 5,5 million atrofida turadi. Arzonroq variantlari ham bor. Albatta, bular 2 million so'mdan boshlanadi. Hamma joy yopiq. Hamma joy komplektlar bor. Bu hozir ishlatilgan. Yengisi ham bor. Yengisi примерно shunaqa holatdagisi 3 million 300 ming so'm turadi. Yangi bo'ladi. Bu ishlatilgani uchun 2 million so'm turadi. Masalan, osma turadigan varianti, bu ham o'zgacha chiroyli narsa. Mana shu turishi 900 ming so'm turadi, komplektlari bilan. Hop, mana bunaqasi bor mana. Bu hojatxonaga qo'yiladigan, bu kashagan deydi uni. Bacho'gi bilan komplekt 300 ming so'mdan boshlanadi. Har xili bor. 300, 350, 400 mana shunaqa qoladi. Hop, yana vitishkalar bor, aristollar bor, hamma narsa bor. Santexnika sohasiga tegishli hamma narsa bor. Mana bu tomonda aristollar, vitishkalar, hop, moykalar masalan, bor, hamma razmerlar bor. Masalan, 120 ga 70 boshlanadi. Bu 70 ga 75 gacha ham to'g'ri variantlar bor. Mana bunaqa avvalgi parus varianti ham bor. Mana bunaqa modellar bor, uglovoy variantlar bor. Uglovoy variantlar 90 ga 90 dan boshlanadi. 1,5 ga 1,5 gacha bor. Narx-navosi 950 ming, 900 mingdan boshlanadi. 90 900 ming so'm, 1 ga 1 million so'm. Shundan sekin katta bo'lgan sari narxi ham sari o'sib boradi. Mana bu yerda shkoflarimiz bor. 60li, 70li, 80li. 60lida narxi 900 ming so'm. Bu ichida hamma narsasi bilan, kranlari, hamma narsasi komplektlari bilan 900 ming so'm turadi. 70lisi 1 million so'm. 80lisi 1 million 100 ming so'm. Bu hamma narsasi komplektlari bilan. Mana bunaqa unitazimiz bor. Mana hovli joylarga qo'yishadi, suvsiz ishlaydigan unitaz. Hop, hammasi bilan komplekt 300 ming so'm turadi. Mebel ustiga qo'yiladigan rakinalar bular. Mebel ustiga o'rnatib qo'yishadi. Juda dizayni chiroyli chiqadi. 350 ming so'm turadi. Bundan xillari juda bor. 6-7 xil modellari bor bizda.